Salom hammaga, siz bilan Zefarzona. Bugun sizlar bilan youtuberlar haqida ma'lumot to'playmiz. Ya'ni sizga youtuberlar haqida aytib beraman. Agar siz ham chiqishni istasangiz, obuna bo'lib qo'ying. Boshladik. Misriyalxon, ismi Feruza, familiyasi Hojiboyeva. Tug'ilganlik 2003-yil 19-oktyabrda Xorazmda tug'ilgan. YouTube kanalini ochishga men taklif berganman. Ya'ni u meni qiz bola sinfdoshim. U ko'pincha futbol haqida video chiqarishni yoqtiradi. U Blink va Beyonce Rose. U YouTube kanalini ukasi bilan boshqaradi. Hozir uning YouTube kanalida 109 ta obunachisi bor. Keyingisi Dark Queen, ismi Hayitxon, tug'ilganlik 2010-yil noyabr oyida. YouTube'ga kelganiga 2 yil bo'ldi. Ularning Telegram kanali bor va u kanal shunchaki bomba. Ularga ko'p dark vibe'lar yoqadi. Aytgancha ular Andijonda yashaydilar. Ular oilada yolg'iz farzandlar. YouTube kanalida 83 mingdan ko'p obunachisi bor. Keyingisi Germiyonchika, ismi Muslima, yili 7-iyulda tug'ilgan. YouTube kanalini 9-sentabr kuni ochgan. Ular Toshkentda yashaydilar. Hozirda ular 3 ta to'garakka boradilar. Ular oilada eng katta farzandlar. Ular oq va qora rangni yaxshi ko'radilar. Hozirda YouTube kanalida 9 mingdan ortiq obunachisi bor. Keyingisi Big Harry, tug'ilgan, kuz faslining 14-noyabrda tug'ilgan. Mercedes-Benz mashinasini yaxshi ko'radi. Yoqtirgan rangi moviy va pushti. Ruscha musiqalarni va hayvonlarni yaxshi ko'radilar. Kekimning muxlisi va u tomboy stilda kiyinishni sevadi. YouTube kanalini yurgizishga onasi quvvatdosh. Hozirda uning YouTube kanali 85 mingdan ortiq obunachisi bor. Birinchi qism tugadi. Agar siz ham chiqmoqchi bo'lsangiz, obuna va komga o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldiring. Sizlar bilan Zefarzona. Bye.